وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الحديث. İnsaniyet cemiyeti ölümaları, cemaat erbapları, yaşangan kişiler bilen ronak tapıdı. Yaşanganlar bilen kandak muamele kılışımız gerek. Yaşangan kişiler günün ötüşü bilen nimelerge ihtiyacı artıp barıdı. Yaşangan kişilerin cemiyetteki ornu ve izzet abruyu kandak kılganda öz ornunu tapıdı. Nime üçün insanın tedirci kırışı, hayatlıkın takazzası, bunundaki hikmet nime? Uygurlarının yaşanganlarga hürmet kılış adetinin İslam bilen nime alakası var? Kine sohbetimizden devamıga merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala abdihil mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Allahümme Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul uqdeten min lisani yefqahu qavli amma ba'd. Dünyanın arkayız caylardaki körünmen kırındaşlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlıq programımızın 23. bölümünü sizler bilen ortaklaşış üçün ben Nizamiddin Temkini, sohbetimizin daimlik mühmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümünde yaşanganlarının hak hukukları doğrusunda toxtalımız. Assalamu alaikum Ustaz Muhammed Ali. Aleyküm assalam. Biz sohbetimizin ilgili bölümlerde İslami prinsipte ballarga kandak muamele kılış doğrusunda ikinci onun ötken heptedeki programımızda İslami prinsipte yaşanganlarga yani bugünkü dersimizin sohbetimizin temisi yaşanganlarga İslami prinsipte kandak muamele kılış gereklik doğrusunda toxtulup ötümüz hemdi. Ötken aldığın sohbetimiz yaşlarga kandak yaşlar hakkıda bolgan. Onun aldığınkısı ballar ösmürler hakkıda bolgan. Bugünkisi yaşanganlar hakkıda. Yaşanganlar, yaş çoğ bolganlar hakkıda boludu. Temel kirişten ilgili nime üçün insan hayatta tedrici halette yaşanıp mağdu. Bunundaki hikmet nime? Bu vakti bir toxtulup ötsek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Eminiyette insan hayatıga nezere taşlığa vaktimizde insan sağ salamet toğulğa vaxtiki bir xuşallık, tili çıqqa vaxtiki bir xuşallık, ösüp qadimi çıqqa vaxtiki bir xuşallık. Ondan keyin mektepke kirgen vaqti, mektepni pütegen vaqti, xizmat qilgan vaqti, ondan keyin to'y qilgan vaqti, ondan keyin yaşangan vaqt qatorliq insonni xo'sh qiladigan bir bosqichlar bilan hayot to'shaqliq. Endi mushu bosqichlarning hammini besib o'tgan bir dada yoki buva yoki ana yoki muma degan bu nuqtaga kelgan vaqtimizda islom jamiyatimizda to'g'risi islom dinimizda mushu yoshga kelganlarga nisbatan büyük bir ehtirom prinsipi var. Büyük bir ehtirom prinsipi. Bu büyük ehtirom prinsipi etrafıdakilarninki şu yaşanganlarga xizmat qilish, ularning hurmatini qilish, ularning şu yeshi, şu holati talab qilgan bir muhitni shakllantirishni qanaqa qiladi talab qiladi endi. Del aksice biz mesela gayri İslam cemiyetleriga qaraganimizda, meyli g'arb dunyosi qarayli yoki boshqa gayri İslam bo'lgan cemiyetlerga qaraganimizda yaşanganlarning o'rnininki bir butun asosan ular garchi biz yoruz xizmatini qilyapmiz deb haliqi bizning vatanda shakllangan qirla sanat reisi deydi o mesela. Yani yaşanganlarni maxsus apirib qo'ydigan yani. Shuni shakllantirib
taşlanıp kalmaslıkının aldını alımız degen bir şekilde çıkarıvatkan bolsumu. Ama manda bir hikayeni anlagandım. Bir qatımlık şu yaşanğanlar sanatoriyasini qilgan ziyarette şu yerdeki bir buvay din sizning hozirgi naq arzu qildiğiniz nimo deb sorsa ölüm deb javob bergan yani. Yani biz bu yerden şunu ko'ra olaymizki yaşanğanlarningki normal yep içishdan boshqa bir talabi bor. O hayatda o kadar basqıçlarını besip geldi. Bayatın degenimizdek tuğuldu, ösmür halatını baştan keçirdi, mesela yigitlik halatını baştan keçirdi, bir aile kurdu, ballarını yoğunattı, nervelerini yoğunattı. Emdi yaşanğan devreye kelgan vaqtda bunun aşı qıgan Hammadan muhim bo'lgani jamiyatga to'pib qo'shdi. To'pib qo'shdi, nurg'un ishlarni yetildirgan bo'ldi, nurg'un igiliklarni tikilgan bo'ldi. Emdi kelgan vaqtda bir xil bularni sanatoriya deymiz, bir xil emdi yep, yaşap, ülemni küt degandek bir xil muhit shakllantirib qo'yish bularga haqiqatan da qana qiladi, eg'ir qiladi. Dal biz mushu nuqtani islom jamiyatidan kuzatgan vaqtimizda İslam cemiyetiga qarab kuzatgan vaqtimizda, masalan, xususan bizning Uyg'ur jamiyati bütün işlerini, medeniyetini masalan, hayat prinsiplarini, aile qurilishalarini şu İslamning prinsipi bo'yicha tuzib kelgan bo'lg'achqa 1000 yildan buyon o'zimizning jamiyatiga qarasak, masalan, İslam jamiyatiga bizning jamiyatimizda cho'ng bir aile bor. Bu cho'ng ailede bova, moma, dada, ana ve nervin ibaret qancha tabiqa kishilar var? 3 tabiqa, yani 3 qatlam, yani 3 xil hayatning kishilari vardı. Bunun içinde hammalarning ahvoli qaraganimizda cho'nglar, buvay, momaylar hayotida shu ayolni qurib chiqqan. Hozirgi holatga kelgan vaqtda endi o'zidan kichiklarning mayli o'zining bolalaridan yoki nevaralaridan xizmat talab qiladigan bir holat bo'ladi ularning shu vaqtda. Hatto eng aqlli talab o'zi qurib chiqqan bu oila a'zolarini har zaman ko'z oldida qanaqib turish, ko'rib turish. Muşunun o'zi bularga nisbatan favqulodda sal qarashga bo'lmaydigan bir muhit. Mana bu bizning islom jamiyatidagi oila tasavvuri bilan g'ayri islom bo'lgan jamiyatlardagi oila tasavvurininki farqi islom jamiyatimizdagi cho'nglarga tutgan pozitsiya, cho'nglarning qilayotgan muomala bilan g'ayri islom jamiyatidagi cho'nglar qilgan muomalaninki o'ttirisidagi farq. Hatto qachon o'qidim, tam nerede o'qidim esimda yo'q, ama bir momay, yani hesapta bova emas, hesapta ana, lekin yaşı cho'ng, o'zining o'g'lininki tug'ilgan kunida kelganligidan bak xush bo'lib ketgan va televiziyaga chiqib, nayt o'zining xushalligini o'g'lininki tug'ilgan kuni ustida yo'qlab kelganligini aytib xushalagan g'arb dunyosidagi bir ish hamdi. Yani bu nima demek? Avrupa jamiyatlarida shu hamda. Shu yani. Yani Eid bayramında şu vaqtda muxbirning so'rgan savoli kelsa bu cho'ng ish bo'lmasa yo'qlab kelmagiga qanchalik oldi degan vaqtda 1 yil oldi. 1 yil oldi. Yani bu islom jamiyati bilan g'ayri islom jamiyatining o'rtasidagi oila farqi, cho'nglarga muomala qilish nimasi farqi bu. Yani bizning islom jamiyatininki bir alohidaligi cho'nglar şu aileni qurishga qanday ter to'kkan bo'lsa, şu aile uchun qanchalik to'p qo'shgan bo'lsa, kichiklar hamda cho'nglarninki alohida bir talab bo'ladi cho'nglarning uchun. Shu talabini qondirish uchun shunchalik muhit shakllantiradi. Ya'ni bir munosabat shakllantiradi. Bu yerda bir nuqta menday. Bizning Uyg'ur jamiyatimiz azaldan mushta cho'ng oila shaklida shakllanib kelgan jamiyat. Bir cho'ng oilada cho'ng buvay, momay va uning balları va ve bularning nimasi var, nerveler var. Ta şu buvay, momay dunyodan ketib, ma ayaldagi dada bilan, yani o'g'illan, kelin ulimi cho'ngib bo'g'icha mushta yashaydi. Uli cho'ng'agandan keyin endi mushu oilaning shu oila shakllanadi. Zanjirsimon holatda. Buning nimaga foydasi bor desa, birisi qarindoshlarningki o'zaro birisi bilan munosabatning ching'ishiga foydasi bor. Mesela bir qarindosh, yeni bir qarindosh to'y qildi, ayrilib ketdi. Bularning yashagan vaqti uzun bo'lmaydi. Shu men aning aksi, men aning uksi, amning hadam, men aning inisi deplam shu tunishtiruvdi, ama mehr muhabbet, o'zaro hamkorlashish, bir-biriga bunda bedel to'lash ruhi olmaydi. Ama bovlarning sayesinde, momularning sayesinde bularga hurmatdan balları o'zaro cho'ng uyda yashaydi. Bularning balları cho'ng uyda yashaydi. Hatta nerveler
Yani iki tuqqan deymiz go. Nerveler xuddi bir tuqqandek özara bir öydü çoğuydu, bir ailede çoğuydu, mehr muhabbet, münasebet çoğuydu. Cemiyet çıqqandan keyin cemiyet asası şu asasda qanaqlıdı çıngıydı. Mana bu İslam cemiyetideki çoğunluğa olgan qarash ve çoğunluğun cemiyetinin rolunu mustahkamlashdagi favqulodda roli. Hatta mesela bizimki cemiyetimizde mi, Uygur cemiyetimizde çoğunda da ailede ta çoğunda da vefat tapqınçı kadar akfuka bir kırındaşla öy ayırmay şu çoğundadınınki hoylusu da billi yaşaydı. Çoğunda da vefat tapqandan keyin o vaqtda da ayrılışı mümkün. Ayrılırdı. O vaqtda yaş noktasını etken vaqtda şu kırındaşlarımız çoğundadılık halatga yıkılışıdı. Uzun ötmey bulanın balları toy kılıp nerv kirdi. Ama bulamı özü bir çoğun aile olup özünün balları yani 3 avlat hesapta bir ailede yaşaydı. Degenimdek bunun cemiyetinin ulununki mustahkamlanışta, münasebetinin bağlanışta favqulodda rolu var. Yuqorida insoniy hayotdagi odatning qanday taraqqiy qildiganligi to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'ldi. Endi hayotda o'tish bilan qirliqning alomatlari ko'rilishga boshlaydi insonda. Alloh taolo nima uchun insonning qirishini iroda qildi? Buningdagi hikmat nima? Masalan, insonning chichi oqraydi, bo'yi pukiladi, masalan, yoshi cho'ng bo'lgan sari. Buningdagi hikmat nima? Endi sizning savollarning ta'tirisi inson ya 50 yıl yaşaydı, ya 60 yıl yaşaydı, ya 70 yıl yaşaydı. Allah manda yarısını yaratalı etti. İnsan pokkide bir halatı dünyaya geldi. Qana şekilde kes Allah onun kadir. Ve ömür tükegende pokkide ölüp lan dünyadan kesse. Bu mu bir insanın hayatı oldu? Xuddi zavutun maşını işlep çıkardı ve ahiriste bırak kıldı. Mesela işletmeydiğen bulundu. Ama Allah onda ulaştırmadı. Hayatın degenimizdek toğuludu, küçük balap üsüdü, yigitlik halde, otur yaş halde, yaşanğan sıra yani insanın ölümü, yine qıraq desek yıkılaşkan sıra, sizdegenek çaç aqrıydı, köz acizlaydı, salametlikinin uya bu yerden nemikürleşke başlaydı, meslekürleşke başlaydı. Bu nime o bu dese, Allah'ın insanın qılğan merhameti ki, özününki ölümününki, vafatınınki aldınqı signalini bizga qanday qilayotgan bir vatqan bo'ldi. Ya'ni xuddi bu ahvol ala lahul xalq vel amru da bir oyat va yani Allohning har bir yaratishining o'zi bir buyruq Allohningki. Alloh qanday yaratgan bo'lsa, xuddi shu yaratishdan bizga bir buyruq berayotgandek bir hukm chiqadi. Chechimiz aqadi degan gap, ko'zimiz ojizlashdi degan gap, masalan, qiyliqning alomatlari ko'rindi degan gap, xuddi Alloh bizga mundaq bir signalni berayotgandek. Banda sening mening qashimga keladigan vaqting yaqinlashdi. Ajling yaqinlashdi. Sen men bilan uçurishqa hozir ol. Tayyorlik qil degandek manda bir signal. Amaliyotda bu insonga nisbatan o'tkazgan xatoligining o'rnini to'liqlab oladigan, jinoyatlarga tövbe qilib oladigan, eskidan bo'lsa qanday bo'ladigan, yaxshilanish fursatiga erishadigan eng go'zal bir fursat. Pek mühim nokta bu. Ondan başka insan normal yaş vaxtida yeydi, içidi, oynaydı mesela. Sefer kılıdı, her xil işini kılıdı. Yaşanğan vaxtda bularning hammasidan qoladi, tabiiy holatda qoladi. Ondan keyin bunun bir arzusi o'ziga hamroh bo'lgan, bir ijtimoiy muhit hamroh bo'lgan kishi va ijtimoiy muhit shakllantirish. Chunki inson ijtimoiy maxluq. Adamsiz yaşayamaydı. Yaş vaxtida qilgan tijoratlarini emdi qilolmaydi, borgan yerlarga emdi borolmaydi. Qilgan safarlarni emdi qilolmaydi, chunki tan salomat yer vermaydi onunga. Emdi kim bilan yashaydi? Yine o yaşadığın bir adamlar lazım. Mesela er olsa ayaldan başka, ayal olsa erden başka, onun balları gerek onunla, nerveleri gerek onunla, bir ortam lazım yani, bir muhit lazım. Bunu özellikle Kur'an-ı Kerim'deki bunu bir ayetlerden manda bir işaretini alalayımız. Sure Isra'nınki 23. ayeti. İmme yeblughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Yani atanızga hürmet kılış, katı kuruk yakınmazlık hakkındaki ayet. Ata-ananın ikilisi, yoki birisi senin qishingda cho'ng yoshga yetsa ifodasi bor. Oyatda aniqla sening qishingda ifodasi borki, ota-onalar qirg'an vaqtida yosh cho'ngaygan sari
burun balalar ata-anasından qaşı tuğan bolsa, yani balalar ata-anasına ehtiyacı qo'ygan bolsa, yosh yo'g'ingan siri ata-onalar kimga ehtiyojli qoladi balalar? Vallahi. Bu hayotning qonuniyati bu. Müşahede ayet oxirida nima deydi? Fala taqul lahuma uffin. Uffin degan so'zning biz miyadagi tafsir izohatiga nisbatan kirmaymiz, ammo uffin bizning Uyg'ur tilidagi ifodasida eng tuvan, eng oddiy shakldagi bir norozilik ifodasi. Bo'ldi qila degandekchi. Bir ortiqcha talab his qilsak, voy bo'ldi qila deymiz-ku. Bunchalik gap cho'ng gap emas, sizlar mening oramda. Ammo Qur'on mushunchalik oddiy gapni, Qur'on ifodalayotgan eng oddiy hukm, eng oddiy ifoda. Mush ifodani ota-onaga qanday qilma, qo'llanma deyapti. Buni tafsirshunoslar bu so'zning o'zi maqsad emas. Ya'ni qanday bir millatning urf-odatida boshqalarga qattiq quruq ifodani ifodalaydigan har qanday muomala oyatdagi dema degan ifodaning buyruqning cheklimining ostiga kiradi. Masalan, ishni qattiq yopish. Telefonni traktor qana qilib o'tish, qo'yib o'tish. Masalan, ota-onalar bugun telefon qildi bolalarga. Yashangan ota-ona ana bo'libmi, mehribonligi ananing boshqacha, o'g'lim nədikini, balam nədisən? Aba işim var, iş qıvatımı qoya telefonni. Bunda şekilde. Ben aldırıştım, sel tutup telefon kolay tarak besin. Ya ki asalak bir zirkişlik bir ahvalını görse, işkini tarak kolay qiyip çıktıdığan, pişini qiyip çıktıdığan, iş qilib, ata-ananın könlüge asıraklan bir nəsi. Qattiq quruq tigidigan har qandaq gap so'z Qur'oni Karimdagi ularga qanday qilma, bunda muomala qilma degan buyruqning tahtiga kiradi. Yana bir oyat bor. Qur'onda bu oyatni o'qishi bek ko'p. Bu Sura Isro'ning 23-oyatida va bil validayni ihsana. Biz normal tarjima qilgan vaqtimizda ota-onaga yaxshilik qil deb o'tib ketamiz hamda. Ammo arab tilida bizga boshqacha bir ifoda bor bu yerda. Ota-onaga yaxshilik qil degan fe'l ihson normalda bevosita keladi. Ama bu yerda bil validayn deb ba ifodasi bilan qo'llaniladi. Endi qarindoshlarimiz balki buni arabcha o'qigandan tushunmaydi, lekin men tushundiray, chamamning yetishicha. Ba odati normalda ikki narsaning bir-biriga chaplashib turganini ifodalaydi. Endi xuddi bu oyatdan chiqayotgan ifoda nima desa, ota-onaga qildigan yaxshilik bevositasini qo'llangan bo'lsin degandek ifoda. Ba'zi xo'jayinlar bor. Ata-onam yaxshilik qilaman deydi, xizmatkorini buyuruydi, sho'prosini buyuruydi, o'zi aldirash endi sirtda. Ammo oyatning ifodasi unda emas. O'zing qo'l selib qil. Boshqalarni olib, yo'qlab kelinglar, unda emas. O'zing borib yo'qla. Oddiy narsa ko'tarsangmi, o'zing opa. Ya'ni chunki bayatın deganimizdek yashangan vaqtida uning moddiy narsaga bo'lgan ehtiyojidan bakroq ma'naviyatga ehtiyoji bor. Balasini kurashga ehtiyoji bor, nervisini kurashga ehtiyoji bor, o'g'ilni kurashga ehtiyoji bor, qizni kurashga ehtiyoji bor. Mana bu taraflar. Degandek gapimizga kelsak, Alloh subhanahu va taoloninki insonni bu qiritib andagi dunyodan akitishning hikmatlarining birisi Allohning insonga bergan signali bo'lsa, yana birisi illiq oila shakllantirish. Bu orqali ben dastlabki sualning javobida biroz to'xtaldim bu haqda. Bir munosabat chingitish. Cho'nglar orqali bir tuqqanlar o'zaro munosabat chingitiladi. Nervilarning o'zaro munosabat chingitiladi. Bir tuqqanlarning o'ziga qo'ysa balkim haftada bir qitim uchish bilanmasligi mumkin. Hayotning aldirashliklari. Ammo ota-ona xalqa vaqt ularni chaqirib, agar bir uyda yashasa, kunda ko'rishib turadigan gap. Bir uyda yaşamagan takdirde sen kile pulkunu palaniye kile falan vaqt bizim öyle yığılımız degandek bir işler olan ailedeki azalar özalat bir tuqqanlar, qarindoshlar, kelillar, nervilar hemmesi birisi-birisinden qanday qilib turadi. Kurashash qancha ko'p bo'lgan sira oila chingaydi. Chunki hech kim o'zidan cho'ng ota-onasininki, bo'g'isining, momasining gapini qana qilolmaydi. Bu insonninki yoshda cho'ngiyishininki Allah insonni akitishning oldida yoshda cho'ngib, uni bo'vay qilib, momay qilib akitishdagi hikmatlarninki birisi bo'lishi mumkin. Allah razı olsun. Yuqorida yashaganlarning oila ichida o'rni va izzat obro'yining kim bo'lishining muhimligini bayon qilib o'tgan bo'ldi. To'xta Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi "Laysa min ummati man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li'alimina haqqan." Bu hadisni qanday tushunamiz endi? Hadis ma'lum bir qismiga yuqorida javob berilib o'tgan bo'lindi, ammo
bazı noktalar var bunda. Bir roşan bir Hadis hakikaten de bir iğir ifade kullangan bu hakta. Adamni tushuntirgan bir ifade kullanılak. Sizlar o'qigan hadisni bir tarjima qilsak avval. Bizning cho'nglarimizni hurmatlamagan. Kichiklarimizning izzetini qilmagan, ya'ni shafaqat ko'rsatmagan. Olimlarimizning haq huquqini tunmagan kishilar bizdan emas. Ma ifodadagi ig'ir ifoda. Bu yerdagi biz ifodasi islom jamiyatini, islomni ko'rsatdi, musulmonlar jamiyatini ko'rsatdi. Bizdan emas degan gap ham tushunib olsak bo'ldi. Musulmonlardan emas degan gap ham u islomning chekchigisidan chiqib ketdi degan gap. Mushu gapning o'zi bizga nisbatan yetarli bir signal. Cho'nglarning hurmatlashninki naqadar muhimligini ifodasi. Ben deb o'tdim. Cho'nglarning moddiy ehtiyoji qondirilishi mumkin. Yemek bir ishkedan deganning ishiga cho'ng ish ketmaydi. Yeydig'ini qo'ymaydi, ishdig'ini qo'ymaydi masalan. Bular bugun kunlarda hamma narsani uyga qanday qilib bergan bo'ldi. Telefon bilan yetkazib bergan bo'ldi. Ama ularning yemek içmek ihtiyacı, maddi ihtiyacının başka bir manevi ihtiyacı var. Ballarının arasında turuş bir ihtiyacı var. Nervelerinin arasında turuş bir ihtiyacı var. Ularning mu üzüge has bir ictimai muhit, ictimai atmosfera şekillendirgisi var. Muşu talepe urunduruluşı intayin muhim. Dikkat kılsak, bu inşallah elhamdülillah bizning Uyghur İslam cemiyetimizde unda ahvallar görülmeydi. Çünkü biz o kadar hürmetleyimiz. Bizni o kadar hürmetlep terbiyeligen çoğunlarının aldıda mesela bizden edepsizlik ya ulanı hürmetlemeydi karşına kalmayımız. Ama qarab baksak ben esimge alsam biz hem de vatanda ayrılganımızga 20 neçe yıl bo'lgan bolsa, şu küçük vaqtlarimizda çoğun dadalarimizning aldıdan to'g'ri o'tmaydigan, aldıda maqmaydigan, ular gap qilsa gap qilmaydigan. Çoğun dadimiz bilen hoşlaşıp çıkkan bolsak, keynimiz giyinip çıktık oltağa üstüne. Dastan kelsek, ular konsulmasda sunmaydigan tabiat var. Bu bizning tabiatimiz bu. Hem insanın tabiatı. Asli insan muşu tabiatla yaratilgan aslında. Ama dal gayri İslam cemiyetlerinde qana desa taşlartılındı. Demek bu yuqorda bizningki şu örf odatga şu cho'nglar o'rgatgan şu ishlarning hammasi demek Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning tavsiyasi. Yani bizning Uyg'ur jamiyati islom bilan yo'g'ilib ketgan bir jamiyat yani. Buning dal aks natijasi nima desa, g'ayri islom jamiyatidagi ahvollardan ko'pincha vaqtda yashayotgandan keyin lam xomushlik kesili. Xomushlik. Mesela da qarasak, sanatorial mesela bu g'arb davlatlar eng taraqqiy qildi degan, iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilgan, moddiy jihatdan taraqqiy qildi degan davatgan g'arb jamiyatlarida, g'ayri islom jamiyatlarida cho'nglar shunday qilib qolgandan keyin bularni sanatoriyaga olib o'tadi. Degandek oylab, yillab bir qitim yo boradi, yo bormaydi. Insonning tabiati men degandek u ballarni ko'rgusi bor. Nervesini ko'rgusi bor. Uning moddiy ehtiyoji ikkinchi masala. Shuning bilan ularda bir xil xomushlik, bir xil nerv kasallari. Bunu g'arb jamiyatida yashab baqqanlar biladi buni. Qur'oni Karim pek ko'p ta'kidlaydi. Surrumning 30-oyatida keltirgandek, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratalloh. Dinning to'g'ri yo'nalishi qoidasi insonning asl tabiati shu. Alloh yaratgan tabiati insonni shu bo'yicha yaratgan. Uningdan hech qilib la tabdila li xalqillohga chiqish yo'q. Biz u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz. U falsafani o'tirib qo'yamiz, bu falsafani o'tirib qo'yamiz. Shundan boshqa yo'lda insonning baxtini topmaydi. İnsanın baxtini kishilar 30 yoshdan 40 yoshgacha, 40 yoshdan 50 yoshgacha xas qilib olsa, insonning baxti tug'ilgan vaqtini tatib, o'lgan chaqgacha. Biz hozir shu yashanganlarning gapini qilyapmiz. Shu topda mening kallamga kelib oladigan bir narsa Yevropaga ketgan Uyg'urlarimiz. Shu qarindoshlarimga tavsiya qilaman shu ekrandan. Ya'ni bular shu ahvolga duch keladi, mutlaqo. Chunki hozir bolalar kichik. Hammasi ya balası o halatda ketdi yoki balası yo'q holatda shu yerga borib to'y qilib oila qurdi. Ati o'gun shu Yevropa jamiyatidagi shu odat, urf-odat, shu qimmat qarashning turtkisida balkim shu qarindoshlarimiz yashanganlar sanatoriyasiga tashlanib qolishi mumkin. Buning uchun tavsiya nima desa, oilasini garchi o'zi Yevropada yashagan bo'lsa-mu, islom muhitida shakllantirish,
Özü Avrupa cemiyeti de yaşasımı bala, dada, çoğunla, oturusudaki münasebet, hak-hukuk meselesini İslam boyunca qanaqalaş, uygulaş, ballarının vücuduga, kalbiga şunu sığdırış arkalık, kelgüsüde biz bayattan eyiplayotgan ahvallarınki duçup qalmaslıqının aldına qanaqalaş, iliş gerek. Bunu tavsiyerim bu qarindaşlarımızga. Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu vakitte bu hadisil kutsi buluş mümkün. İnne min iclalillahi Teala ikram zişşeybetil muslim. Bu hadisi kadar düşünümüz hem de. Şimdi hadisini bir tercüme kılarsam, hadis yanıla bayatın okugan hadisimizge okşaş, çoğunlarınki naytı muhim bir mesele ekenligini tilgilip atkan hadis. Yani bir musulmannınki yaşlı çoğun adam hürmet kılışı Allah'ını ululuğallık davatıdı. Hem de oylap baksla. Bir adam hayatı da beni terbiyeledi. Dünya kelişimge sebep oldu. Küçük vaktini tatıp okuttu. Koldan kelişçi yardım kıldı. Yardımını ayamadı, mehribalıqını ayamadı. Sağlam çoğun buluşu muğay kapalarla kıldı. Hem de ben normal insan bulup üzerinin yolunu üzerine tapkandan kellam. Bu adamga, yani dadamga demekçi, ya ki anamga demekçi, ya ki babamga demekçi. Onun kılgan yaxşılıqı bir cevap qaytırış bu. Aqalli mantiqi bir iş. Bu insanlık bu. Aqalli bir mantiqi bir iş bu. Yine tekrarlap kelsek gap şu noktaga gap qaladı. Bizning çoğlarımızın hürmetleş. Yaşlı çoğun buaylı mumaylarımızın hürmetleş, ata-anamızın hürmetleş. Bular fakat maddi ihtiyacını qamdırışlan bolmaydı. Çünkü ulanın bir manevi ihtiyacı var. Yani nima desizler? Manda bir iş var. Her qanday bir narsa işletilmese gallışıp qaladı. Hatta pichaqmi işletilmesini bo'ladi, gallışıdı. Normalde sizlar ishlab turibsizlar, men ishlab turyapman, jamiyat yashayapmiz, beryapmiz, kelimiz, safar qilamiz, o'qiymiz. Biz normal psixik holatimiz normal temponlashadi xizmat bilan. Ammo yoshli cho'nglar shunda ishdan chiqqandan keyin, yani ishdan qolib qolgandan keyin bulardimi bir badan bor. Cismani ve ruhi bir dünyası var bularınki. Muşu bedeni ve muşu ruhi dünyası işlep durmasa mutlaka gallışıdı. Ruhi dünyanın gallaştı diyen gap psixik mesele kuraldı diyen gap. Mesela belki yaşanğan adam özünün gündelik hayatını Kur'an bilen ötküzüdü. Mesela ruku secde bilen ötküzüdü, ibadet ötküzüdü. Bu bek çoğun fevkalade bunun icabi tesiri var. Şu namaz okup, Allah bilen oturusunu bağlap, Kur'an okup, özünü meşgul kılgan adam bilen del eksideki adam. Yani ağaçlar yok. Adamın oturuda acayip çoğun paraklarında yaşanğan vaxtıda. Belki mavo bayatın degenimizdek xamuşluk kesiligi girip oluşu mümkün. Şuna bunda bir söz var. Men ta'allama'l Kur'an, metta'allahu bi aqlihi hatta yamut. Kur'an öğrengen adamga ölgenge kadar Allah aqlını qanaqınmaydı. Zaya etmeydi. Allah ona akıl bir ölgen. Bu ne degan gap dese? Çünkü Kur'an okusa, namazda okusa, dua kılsa, gerçi etrafında hiç kim olmasa mı? Yani xuddi bir işlem meşgul olgandek bir ahval bu. Ruhiye dünyasını işlep durdu. Yani bir yerdmen nimekçi dese, bir yerdmen ata ana yaşanğan vaqtda qığıl işlep biriş gerek. Ularning cismani kuchi qilib qiliqliq, cismani ish qilinmaydi, sirtqa chiqib ishlayolmaydi. Andas buni qildigan ish nima desa, şu ballar bilan paranlaşış, kelillar bilan paranlaşış, narsa bilan paranlaşış, oynashish, ularning hayotining bunda gungulukda emas, jimjitlikda emas, sukutda emas, ma'lum bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib, bayatın degandek xamushlikqa kirib qolishninki, beoromlikqa kirib qolishninki, bir xil oldini qanaqalash elish masalasini bular qilgan eng cho'ng yaxshiligimiz mushuludu. Hadisda deyilgan bo'yicha Müslümanınki yaşlı çoğunlarını hürmetleş, Allah'ını uluklaş digininin ma'nisi bir adamның hayatının saadeti var emniyette. Bizning çoğunlarga kündü berip, paranlaşıp, putkulunu tutup, yani ularını qığıl işlep berişimiz, özgü layık bir şekilde qığıl işlep berişimiz, anda gunguluşup qalmaslık, xamuşlaşıp qalışının aldını elişimiz bir adamның hayatının saadeti. Xuddi men 30 neçə yaşlıq bir adamның bugünkü hayatının xuşallıqı bana qanchalik zürül olsa, şu 60 yaşlıq, 70 yaşlıq adamның mı bugünlük hayatı onunğa şuncha muhim. Bugün ben qanchalik saadetke ihtiyacım bolsa,
Aş 70 yaşlık adamның şunu saadatga nimasi var, ehtiyacı var. O 70 yaşga bekar berip qalmadı. Bizni 30 yaşga kirsin deb badaşaga. Bizni 40 yaşga kelsin deb badaşaga. Yani biz sebeplik şu halatga vardı. Noğandan onun baxtlik, xoşalıq quran ötüşüge biz kafalık qilishimiz kerak. Allah subhanahu wa taala buni xuddi o'zini ulug'lagandek bir ibodat sifatida qabul qiladi bizni. Yani demek hayat mushundaq zincirsimon holatda. Zincirsimon holatda edi. Ularni tashlab qo'yish deganlik, ati seni tashlab qo'yish deganlik bo'ladi. Sen bugun ota-onangni tashlab qo'yding deganlik, jamiyatda shu qimmat qarash umumlashdimi? Ati sen tashlanasan. Ögün seni tashlagan balların qanday qilib tashlanadi. Ya'ni insonning hayotining yerimi tashlanib o'tadi degan gap. O insanın baxt saadati emas ki, insanın baxt saadati balılık davri bir, o'ttir yoshlik davri bir, yaşangan davri bir. O yaşangan bir davri degan gap insonning hayotining 3dan biri. Agar jamiyatda ashla 3dan 1 hayot tashlanib qilib bir atmosfera shakllansa, boshqa insonlar qanday qiladi? Endi biz bugun masalan tanımagan odamlarga salom bermaslikdek umumlashgan bir muhit yak bir jamiyatda dünyanın her taraflarida mesela. Şuna yaşayotimiz gerçi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanıgan ve tanımagan Müslümanlarga salam berishni tavsiya qilgan, hatta buyruq qilgan hadislar mavjud. Shunda bir jamiyat yaşayotimiz. Shunda turug'liq endi. Yaşanganlarga baldur salam berish yoki agar masalan dada yoki ana yoki cho'ng dada yoki masalan alim ulamolar yoshga cho'ng bo'lgan fazilat sohiblari degandek kishilarga baldur salom berish, qo'liga so'yib ko'rishish, peshonasiga so'yib ko'rishish, ya'ni hurmat bildirish yuzasidan. Bu qatorliq ishlar. Masalan, ba'zilar bular turklarning odati bo'lib ketgan deydi. Ba'zilar arablarningki örf-odatiga aylangan ishlar bu deydi. Yani bu ishlarni qanday tushunishimiz kerak? Buningki bizning islomiy axloqimiz bilan munosabati bormi? Endi insoniy jamiyatningki salomga favqulodda ehtiyoji bor. Xo'sh. Masalan, ko'rib turibmiz ba'zi g'ayri-islomiy jamiyatlarda kishilar o'tirishdiki ittifoqlikni kuchaytirish masalan uchun har filmlarni, televiziya teatrlarini ishlab ta'sirli qilib herib ketadi. Axborot vositalarini ishga solib herib ketadi. Amaliyotda islom u qadar oddiy bir taraf qilganki o masalani bir salom bilan. Siz bayatni az ilgari deb o'tgandek Peygamber islom tunusang salom qil. Salom bir jamiyatdagi tinchlikninki, mehr-muhabbatning misli ochqusi. Jamiyatda tamam bu jamiyatning ehtiyoji bo'lgandan boshqa hamda urug' tuqqanlar bo'lsa, urug' tuqqanlarning eshitdiqsini ota-onang bo'lsa, cho'nglaring bo'lsa, bularga salom orqali butun mehr-muhabbatingning ifodasini ko'rsatalaysan. Her millatda bunun şekli o'xshamasligi mumkin. Masalan, biz yaşayotgan Türk jamiyatida cho'nglariningki qulig'i suyudi masalan. Bizning Uyg'ur jamiyatimizda gerçi bu ahvol yo'q. Ahvol yo'q, ammo bizning Uyg'ur jamiyatimizning o'zimizga tushliq bir hurmatni bildirish ifodalari bor. Peshonasiga suyudi masalan, mangziga suyudi masalan. Endi demakchi o'g'limiz shuki, bu mu ijtimoiy jamiyatning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir ehtiyoji. Salamның şekilleri. Meyli quchoqlashib kurassin, salamlasın. Qo'lni qo'lga elishib kurassin. Ata-onalar temisi kelgan vaqtda, bova mo'mining temisi kelgan vaqtda texmi yuqori darajaga ko'riladi. Ya'ni biz kichik vaqtimizdan tortib, bolalarimizni tortib hammasiga shu alohida salom qilishni, bunda normal jamiyatdagi salom qilgandan boshqa alohida salom qilishni o'rgatishimiz kerak. Masalan, Türkler xuddi alohida salom sifatida balalarini cho'nglarni qashqab olsa, qo'llarini sevgi qiladi. Shunga o'xshagan. Har jamiyatdagi, har millatningki salom shakli o'xshamaydi. O'z salom shaklida, ya'ni demakchi o'g'lim shuki, ota-onalar bilan bovay, mo'maylarga özel bir şekilde, alohida bir şekilde salom qilishi bu hech qachon islomning prinsipiga zid ish emas. Yani demek cho'nglarga tiqimbek hurmat bildirganlik bo'ldi. Ularning qalbiga xursandlik kirgizgan bo'ldi yani. Allah razı olsun. Endi inson tabiiy holatda yaşangan siri, yoshi cho'ng bo'lgan siri unutqoq bo'ldigan, ba'zi gapni takrorlaydigan shunday ahvollar bo'ldi. Cho'nglarning so'rullarida, yaşanganlar, peshqadamlarning so'ruldi o'ltagan vaqtimizda shunday ahvol takror yuz berib qilishi mumkin. İnsan
sorundaki ba'zi yoshlar o kishining suhbatidan yo so'zidan bir malollik his qilishi mumkin. Bu vaqtda qanday qilish kerak? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir bu vaqt ko'rsatmasi bormi? Masalan, endi inson yoshda cho'ng'aygan sari yaşanğanlar bilan yoshlarning yashaydigan muhiti, ijtimoiy muhiti birisi-birisidan farqli bo'lg'achqa, yaşanğanlar qilgan ba'zi ishlarni qilmaslik mumkin. Yoshlar qilgan ba'zi ishlarni qilmaslik mumkin. Yoshlarningki tafakkur tasavvuriga udil kelmasligi mumkin. Cho'nglarda biroz yoshda cho'ng'ayganlarda ortiqcha talab bo'lib qolishi mumkin. Bir gapni tekrar deydigan ahvol bo'lib qolishi mumkin. Masalan, o'rinsiz talablar yoki qilolmaydi. Endi bu yerda masalan bir dada bir baladan o'rinsiz talabdan birini qildi deylik. Masalan, soat 12 oldu, 1 oldu tenkijida. Bala mening mana narsa yegim kelib qoldi. Mana narsa yegim. Bala shu vaqtda bo'ldi qala dada. Hozir do'kon taqoq. La do'kon taqoqdi yoki taqoq emasdi. Dadamın pastga yo'g'i tushdi, balamın pastga yo'g'i tushdi. Bu yerda dadaning qalbi azalgandan boshqa shu balani agar bala bo'lib qolsa, vijdoniy bir xil siqilish paydo bo'ladi. Bunda dadag'lam emas, balaga nima paydo bo'ladi? Bir xil siqilish paydo bo'ladi. Ammo tamom dada, men chiqib kiray. Sirtqa chiqdi. Talab qilgan narsa yoki bor yoki nima yo'q. Qanday bo'lsa u muhim emas. Ammo chiqib kirsa ekranmagan taqdirdimi dadasimi olamcha qo'shiladi. Ma balaning qalbimi qana qildi rahat bo'ldi. Chunki men qo'limdan kelganini qildim. Yine qila oldim deb. Xuddi normal ijtimoiy nimada birisi yordamga ehtiyojliq, men qila olayman, yordam berdim. Asaqcha patasammi, qalbim rahatlaydi. Yordam bermadim, rad qildim. Bermadim, rad qilganim bilan mening chiqib bir xil ichki dunyomni bir xil siqilish yuz berdi. O'xshash masala. Amaliyat hurmat qilish kerak. Chunki deb o'tdik ya. Bizning oldimizga bu dada, bu buva Allah onuğa signal urib bo'lganlarning qatoridan. Ya'ni kalbandam, mening qishimga sen hozirlanyapsizlar degan bir ushurib bo'lganlarning qatori. Demak, yaşanğanlarningki mayli o cho'ng dada bo'lsin, cho'ng'ani bo'lsin, mayli jamiyatdagi cho'nglar bo'lsin, peshqadamlar bo'lsin, har qanday bir sorun bo'lishdan qat'iy nazar ularningki suhbatlardan malollik his qilmasdan sabr qilib anglashning o'zi. Sabr qilish kerak. Talablarini qudratning yassalam yani. İmkaniyating bo'lsa qana qilish kerak? Urullash kerak. Hatta urullanmaydigan talab bo'lsa, hatta sen onu urullagandek bir şekilde karşı tarafga rahatlik bag'ishlashing kerak. Muhimi bu. Hatta yaşanğanlarningki bu yuqorida o'tganimizdek cho'ng dada bo'lishi mumkin, dada bo'lishi mumkin, tog'a bo'lishi mumkin. Jamiyatdagi cho'ng arboblar, jamoat arboblari bo'lishi mumkin. Yoshki cho'ng peshqadamlar bo'lishi mumkin. Bular bilan bir o'ltirib qolgan so'rinlarda, o'ltirish qo'pishda ularga masalan adab bilan o'ltirib qo'pishimizning o'zi ularga hurmat bildirganlik bo'lamdi. Tabii. Yani sözning beşine shularga birish masalan. Duoda shularni oldin qo'riniga chiqarish. Hatta shularningki imkon bo'lsa gapi oyoqlashmoq qadar qanaqmaslik, kesmaslik. Dasturxon hazırlansa ularning oldida qo'l sunmaslik. Bu ularga nisbatan bir yani o'zining qimmatini bildiradi yani. Menga qolsa oldida mangmaslik masalan. Mush qatorliq ishlarning hammasi buning aksi bo'lgan. Aksi bo'lgan vaqtda inson o'zini tuvalashtirgan bo'ladi. Çünkü karşı taraf favqulodda aziyat yeydi. Karşı taraf tuvallanadi. Agar mush ish cemiyetteki qimmat qarash urf-odatga aylanganda sen etse shunga duchor bo'lsa. Sen bugun ko'z oldida hammalarni ko'z oldida ko'rsatib turib hurmatlading. Bir jamoat so'rindi, hurmatlading. Cho'nglar hurmatlanadigan bir jamiyat shakllanadi. Tabiiyki saat cho'ng bo'lsa, saat yashinasa, yoshda cho'ng bo'lsa, sen shu o'ringa kilise degan gap. Yani sen başqalarni hurmatlading degan gap, sen başqalar tarafidan hurmatlan. İslamda her bir hukm qo'yilsa, o qandaqdir mendillam talab qilingan bir ish emas. Balki boshqalardan manqarda talab qilingan ish. Xuddi masalan, Qur'on menga o'g'irlik qilma, namerhemga qarma desa, mening erkinligim bo'g'ilgandek tuyulsa olmaydi.
Şu buyruqni mendan boshqa boshqalarga cho'kizgan bo'ladi. Meni o'g'irlik qilma degani boshqalarning milini o'g'irlama degandan boshqa boshqalarning mening milimni o'g'irlama degan gap bu. Meni boshqalarning izzat sharifiga ko'z solma degan gap, boshqalarnimi mening izzat sharifimni ko'z solma degan islomning qoidalari shunda, hukmlari shunda. Bugun sendan cho'nglarga hurmat qilishni talab qilgan bo'lsa islom, hadisda ko'rdik ya, cho'nglarni hurmatlash Allohning ulug'lig'i dedi ya. Hurmatlashni talab qilgan bo'lsa va bil validayni ihsana deb talab qilgan bo'lsa, әті сенің балаңдың шын талап қылғанлық болады. Яғни сен бүгін башқаларын hürmetligen, lekin әтісі балаңның сені қанағанлығы hürmetligen. Яғни сен келесе bu yerге demekçi. Eğer sen kırmaz, ölmez, adam olup kalsan başka şey. Halbuki dünya onda emez. Hem adam ölüdü, hem adam kaydı. Bu degen dünyanın kanunuydu. Bundaqda biz qaysi jamiyatda yaşımızdan qat'iy nazar farzandlarimizni büyüklerimizni hürmet qiladigan va ularga adabsizlik qilmaydigan qilib tarbiyalashning nihoyat muhimligi chiqib turdi bu so'zdan. Qanday qilgan vaqtida biz shu mayli Yevropa jamiyatida bo'lsin, mayli Turkiya jamiyatida bo'lsin, farzandlarimizga, cho'nglarimizga hurmat qiladigan, axloq bilan muomala qiladigan qilib yetishtirib olaymiz. Va aynı zamanda şu cho'nglar o'zining o'rnini topadi. Hurmatni. Bunun nihoyat oddiy ta'biri biz bir qitim bir necha qitimliq suhbatda dedik buni. İnsan quluqidan bakroq kuzdan bak o'rganadi. Balalarga so'zlab o'tama. Tushundi, so'zla, ammo uningdan ko'p sening amaliyating bo'lsin. Chunki balalarning sening so'zingga emas, izingga qaraydi. Dadangni hurmatlading, balang shuni ko'rdi. Tabiiyki hurmatlashni o'rganadi. Sen balalarga olamcha nasihatlarni qilib, olamcha vazlni qilib o'tib, o'zing aksini qilsang, chuqur mutlaqo balalarga bu haqda seni to'raydigan bo'ladi. Bir necha qatimliq bir kichik videolarni ko'rib qoldim. Bu videolar shu bir tarbiya xarakterida ishlangan videolar ekan. Ya'ni o'zining ota-onasini uydagi normal oila muhitidan ayirib kichik kapilarga chiqib qolganligi. Anakin balasining rasmsiz o'tganligi. Balam bu nima desa, kelgusida seni chiqib qo'ydigan kichik kapining rasmi deb dadasiniga buning ta'siri qildi. Amaliyotda bala takrorlab o'tsak, yoki bala emas har qanday inson insonning so'zdan bakroq amaliyatiga qaraydi. Shunga tarbiya masalasida balalarini, cho'nglarni hurmat qilishga tarbiyalash degan bu nuqtada mening tavsiyalarim so'zimizdan bakroq amaliyatimiz bo'lsa, balalarimizga so'zimizdan boshqa amaliyatimiz orqali o'rgatsak degan talab fikrda. Allah razı olsun. Oxirgi savolim. Uyg'urlarning yashaganlarga hurmat qilish odatiningki islom bilan nima aloqasi bor? Biz bunu sohbet jarayonida deb o'tdik. Uyg'urlarningki butun turmush odatlari, turmush uslubi islom bilan chambarchas yo'g'rilgan, bizning qadimgi ota-onamiz, ota-bobolarimiz, ajdodlarimizning qolib qolgan hikmatlik so'zlar, maqol tamsillar hammasi islomning prinsiplari bilan chambarchas bog'langanligini ko'rib olamiz. Bu shaklda biz tug'ilib aqlimizga kelsak, biz yashagan muhitning hammasi degudek oilalar cho'ng oila ekan. Yani o ailede 3 avlat yaşaydı ekan yani. Baba, dada ve bala. Bu şekilde yaşap keldik. Bu nimani ifodalaydi desa, bizning Uyg'urlarning qadimdan tortib ta hozirga qadar shu ota-ona hurmat qilish, ota-onani cho'ng bilish, buyuklarni cho'ng bilish, jamiyatdagi o'rnini ko'tarish, buning naqadar ahamiyat berilganligini, hatto bizning kichik vaqtlarimizda masjidlarga boramiz, cho'nglar yig'ilib qoladi. Mayli u odamning jamiyatga o'rni qanday bo'lsin, yeshi oqsoqol, saqla oqsoqol, yeshi cho'ng'an odamlarga har qanday o'rinda cho'ng o'rinni beradiganligini ko'ra oldik. Toki bizning jamiyatimiz boshqalar tarafidan egallanib, boshqa millatning urf-odatlari bizga singib yoki singdirilib kirganga qadar ahvol mush shaklda davomlashdi. Boshqa millatlarning odatlari kirgandan keyin buni bir umumlashtirib olmaydi, ko'p sonliq deyil olmaydi, lekin anda-sanda shu boshqa millatlarning ta'siriga uchraganlar o'zining ota-onalarini ancha-muncha sanatoriyaga olib qo'ygan ahvollarni ancha-muncha uchratdik, ammo bu jamiyatning favqulodda og'ir tanqid qilishiga o'z vaqtida matandagi vaqtimizda uchragan bo'lma
apırıp kuyap bulap ballarını ata-anasını sanatoriyalarga kenini qaytırıp qanaq vağanlıqı, eki vağanlıqı cemiyetinin besimiga bula. Bunun hemmisini ifadelaydi ise bizim Uygur cemiyetimiz qadimdan tartib İslam bilen yoğulup ketken cemiyet. Biz turmuşumuzdan qaysi bir sahasını lahilisek dep atap turay. Lahilisek bunu İslamның körsetmesке. Meyle özümüz İslam'ın ta'lim algan adam bolsun, ta'lim almagan adam bolsun, şu cemiyet yaşagan bolgaçka İslam ta'limatyga uygun bir şekilde lahiligenlikini kurbamak ters emas. Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala hemmemizni ata-anamızga ihsan kılıdığan, yaxşılık kılıdığan, çoğunlarımızı hürmetleydiğan ve ulağa adab, ahlak bilen muamele kılıdığan şu faziletlerini ata kılsın. Hürmetli kırındaşlar, Allah'ın muvaffak kılışı bilen hukuk ve mecburiyet namlık sohbetininki 23. bölümü İslami prinsipte yaşayan Allah'a kandak muamele kılış doğrusunda sohbetimi şu yerde ahırlaştırıyorum. Bu münasebet bilen sohbetimizdeki mehmine Ustaz Muhammed Ali'ye çin kalbimden rahmet etmen. Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala kan sohbetlerimizne özümüzge ve başka Müslüman kırındaşlarımızga menfaatli kılıp bersin. Sohbetimizni anlagan ve paydalangan ve tarqatgan barlık kırındaşlarımızga Cenab-ı Allah subhanahu wa ta'ala'dan yaxşılık dileymen. Görüşkünce aman bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm.